Tayyor taomlar supimizga elib kelgan bugun qo'rimiz bo'lsa, alayda chay do'pi, diqqatinglar bizda bo'lg'ay, endi boshlab ketdik. Bugun qo'rimiz ketarli materiallar bo'lsa, chay do'pi, qo'y go'shti, qizil laza, ko'k laza, so'mpiyaz, mor, shomijo, samsaq, zanjivil qatorliqlar. Amsa to'g'rashni boshlab ketdik. Chay do'pini mush shaklda to'g'rab olamiz. Bak nipil to'g'ratsak ham bo'lmaydi. Mush holat to'g'risanglar bo'ldi. Go'shtni cho'ngroq to'g'rab tayyorlaymiz. Qizil lazni o'tirib ish qilib g'ish shakl to'g'rab tayyorlaymiz. Ko'k lazımı g'ish shakl to'g'rab tayyorlaymiz. Ushoq lazımı danch qilib to'g'rab tayyorlaymiz. Ko'ngillardek mana. Samsaqni yaplaqdab to'g'rab tayyorlaymiz. So'mpiyazni yaplaqdab to'g'rab tayyorlaymiz. Zanjibilni undaq g'ish shaklda to'g'rab tayyorlaymiz. Morni cho'ng kichik bo'pti, yo'g'on cho'ng mor bo'lsa, o'tirib ushoqda bo'lsa bo'ldi. Go'shtni tamlantirib olamiz. Azroq tuz, jijing, tertamning oqmushidan azroq, tayyor tamning hojosidan azroq tuxumdan keyin eqin ishlatmay, bo'lsa serqin ishlatsam yaxshi. Serqin ishlatdik. Tayyor tamninki kraxmaldan azroq ilishtirib tayyor qilamiz. Sumayda azroq qo'yamiz, chaplashib qolmaslik uchun mana. Bugün qo'rimizning tayyorlig'i bitib qoldi. Qo'rish boshlab ketdik. Qozonga may qo'yib tayyorlab olamiz. Go'shtni selib tayyorlab olamiz. Go'shtni selib zali qilib olamiz, mana o'xshash. Ko'k qizil lazım mayda o'tkazib olamiz. Mana. Mana zal qilgan go'shtimizni taqsim qilib tayyorlab olamiz. Chay do'pini may selib zali qilib o'tkazib olamiz maydan. Süzüp elib olamiz masharat kelganda mana. So'mpiyazni selib, qo'sh o't qo'rib, zanjibilni selib, samsaqni selib, shomijoni selib, tayyor tamning laz qiyamini azroq selib, qo'sh o't qo'rib, mezlik puruq chiqqandan keyin chay do'pini selib, qo'rish jarayonida xojo mayda azroq qo'yib, kunjut mayda azroq qo'yamiz. Xunyu lazım mayda azroq qo'yib, qo'sh o't qo'raymiz. Tuz, tayyor tamning vijing, azroq shakar, azroq jijing qo'rib elishtiramiz. Elishtiruv jarayonida bek elishtirib atmaymiz, ama do'pini o'z izlab qolamiz. Endi zaliqib tayyorlagan go'shtimizni selib, elishtirib, ko'k qizil lazını selib, morni selib, qo'rib tayyorlab olamiz. Mana qo'rib tayyor qilgan chay do'pirimizni taqsim qilib tayyorlab olamiz. Alamat yeyishlik, mana go'shtmi bor, mor bor, alayda boshqa chay do'pi qaraganda quvvati oshirilgan oilalarda qo'rib taqsam bo'ladi. Baldırğınlar itpesanglar bo'ldi, mipam bilan yeyish ajoyib mas keladi. Bugungi qo'rimizmi mana bitib chiqdi. Bugun oldinglarmi? Haqsiz yuriblarni besib qo'yib, chilak sonimiz texim tarqin agish bo'lishini unutib qolmanglar.